Assalamu alaikum dünyanın her qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar, hurmatli xonimlar va apandilar. Hammamizga ma'lum bo'lgandek 3-dekabr kuni Amerika Kongressida Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Avam palatada mutlaq ko'p ovoz bilan g'alabaga erishib ma'qullandi. Aziz qarindoshlar, Sharq Turkiston da'vosi oxirgi bir necha yil ichida başta Amerika boshliq g'arb davlatlarida Türkiye, Yaponiya, Avstraliya ve O'rta Osiyo qatorliq davlatlardagi siyosiy tashkilot va jamiyatlarimizning aktiv fidoyilarimizning imzo to'plash, guvohlik berish, arz xat yozish, namoyish qilish qatorliq tirishchanligi va g'ayrati natijasida zo'r g'alabalarga erishdi. Bo'libmi Amerikadagi tashkilot va siyosiy faoliyatchilarimizning tirishchanligi va emgiki natijasida Amerika Meclisi'ne sunulgan kanun loyihasi Amerika Avam Palata Meclisi'de mutlak üstünlük bilen zor g'alabaga erishdi. Bu kanun aldığımızki günlerde belki yürgüzülüşe koyuluşu mümkün. Sharq Turkiston sürgündeki hükümet reis kabineti buluşulan başta Amerika'daki qarindoshlarimizni ciddi seferberlik kilip bu kanun loyihasinin Kengash Palata Meclisi'nin g'alabalik o'tishiga kuch chiqarishini umid qilamiz. 2020 yilning Sharq Turkiston xalqi uchun butun dunyoda bir Uyg'ur bahori bo'lish uchun jazo lagerlarining taqilib millatimizning hurlik va ozodlikka erishgan bir yili bo'lishi uchun barliq tashkilot va jamiyatlarimizni va Yevropa davlatlari Türkiye ve Avustralya, Yaponiya qatorliq davlatlardami Uyg'urlarning inson haq huquqlarini qo'g'daydigan qonun loyihasini ma'qullatish harakatini qo'zg'ashga chaqiramiz. 2020 yilning butun dunyodagi Sharq Turkistonliklarning o'zaro ittifoqlashib, hamkorlashib, birlikda vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qiladigan bir yil bo'lishi uchun Janob Allohdan umid qilamiz va niyoz qilamiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hürmet bilen Sharq Turkiston sürgündü hükümeti reis işxonasi.